Tasavvur qiling, 25 million sarflab 6 tadan oshiq implant qo'ydirdingiz va uzoq vaqt davomida og'riqsiz bezovta qilib keldi. Va 2-3 oy o'tmay qo'yilgan implantlarning ayrimlari tushib qoldi. Endi siz tish qo'ydirishingiz uchun 2-3 oy emas, balki 2 baravar 6 oy vaqt kutishingizga va shu vaqt ichida ovqat chaynashdan qiynalishingizga va tabassumingizdan uyalishingizga to'g'ri keladi. Agar siz yaqin orada implant qo'ydirishni niyat qilgan bo'lsangiz, lekin yuqoridagi aytib o'tilgan holatlarga duch kelishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Nimaga o'zi meni eshitishingiz kerak? Keling, asosiy mavzuga o'tishdan oldin tanishib olsak. Ismim Ubaydulloh. Oxirgi 3 yil ichida 300 tadan ortiq implant va 500 tadan ortiq koronkalar qo'yib, 100 tadan ortiq insonga bemalol ovqat chaynab, oynaga qaraganda go'zal tabassumga ega bo'lishligiga yordam berib keldim. Bu videoda men sizga implant narxlari nimaga qarab farq qilishini va arzonga qo'yilgan implantlar nimaga keyinchalik qimmatga tushishini va aynan sizga qaysi implant mos kelishini qadamma-qadam tushuntirib beraman. Bu videodan so'ng implantga oid asosiy savollaringizga javob topasiz degan umiddaman. Agar bemalol joylashib olgan bo'lsangiz, asosiy mavzuga o'tishni boshlayman. Oxirgi 3 yil ichida shaxsan o'zim 300 tadan ortiq implant qo'ygan bo'lsam, asosan koreyskiy Ostem implantlarini qo'llab kelyapman. Va undan tashqari Shvetsariya implantlari, Neodent va Straumann implantlarini ham qo'llayman. Endi sizda shu yerda savol bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan implantlarni qaysi birini tanlash kerak, qaysi biri afzalroq, o'ziroq farqi nimada? Yuqorida sanab o'tilgan implantlar bir necha xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, implantning materiali, o'lchami va bitish tezligi jihatdan va tabiiyki narxi jihatidan ham farq qiladi. Endi qaysi birini tanlashga keladigan bo'lsak, buni klinik holatga qarab implantolog o'zi kerakli implantni tavsiya qiladi. Masalan, klassik holatda bemorni 3D rentgen o'lchamlarini ko'zdan kechirganimizdan keyin suyak qalinligi yetarli darajada bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan Koreya implantlarini qo'yish mumkin. Endi teskari holatda diagnostikada suyakni ingichkalashib ketganligi aniqlansa, bu holatda Shvetsariya implantlari tavsiya qilinadi. Nima sababdan jag' suyagi ingichkalashib ketishi mumkin? Buni hozir sizga sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, siz meni oldimga keldingiz va sizda bir necha yillar oldin tishlar olib tashalgan va olingan tishlarning o'rniga uzoq yillar davomida tishlar qo'ydirmasdan yurib keldingiz. Aynan shu uzoq yillar davomida tish qo'ydirmaganligi sababli jag' suyagingizda suyak ingichkalashib, atrofiyalanadi. Ya'ni suyak cho'kib ketadi. Agar biz hozir shu holatda koreyskiy implant qo'llaydigan bo'lsak, suyak ingichkaligini hisobiga implant uzoq vaqt xizmat qilib bera olmasligi mumkin va implantda qimirlab tushib ketishi kuzatiladi va siz pulingizni bekorga havoga sarflaysiz. Endi shu joyda o'zim tajribamda bo'lgan bitta holatni siz bilan bo'lishmoqchiman. Bemor ancha vaqt oldin boshqa klinikada implant qo'ydirganlar va men qabulimga ustiga tish qo'ydirish uchun murojaat qilib keldilar. Va men bemorni 3D rentgenga qayta jo'natib, 3D rentgenlarini tekshirganimda implantlarni noto'g'ri holatda qo'yilganligini guvohi bo'ldim. Ya'ni bitta implant tishga juda ham yaqin taqab qo'yilgan, ikkinchi implant ingichkaligi hisobiga o'tga agar tish qo'yiladigan bo'lsa, implantlarni qimirlab tushib ketishi kuzatilishi mumkin. Bu holatda yuzaga kelishida bemor hech qanaqa aybi yo'q. Bemorni boshqa klinikada qo'ydirgan implantlari noto'g'ri qilinganligini men aytib o'tdim va bemor bizada hozirda reabilitatsiya jarayonidan o'tyaptilar. Implantatsiya bosqichiga kelganda bu implantlarni olib tashlab, to'g'ri implantlarni tanlab qo'yib berishni amalga oshiramiz. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Deyarli barcha holatlarda implant qo'yilgan sohada yumshoq to'qima, ya'ni milk yetishmovchiligi kuzatiladi. Implant o'rnatish vaqtini o'zida yoki implant bitgandan so'ng yumshoq to'qimada plastik operatsiya amaliyoti o'tkaziladi va bunda qalin birikkan milk hosil qilinadi. Bu milk implantni uzoq muddat xizmat qilib berishini ta'minlaydi. Hozirgi aytib o'tgan holatimga oid sizga bitta case ko'rsatmoqchiman. Diqqatingizni qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki bu juda ham nozik masala. Rasmni ko'radigan bo'lsak, tish yo'qotilgan joyda nafaqat tishni yetishmovchiligi, balki yumshoq to'qima ham yetishmovchiligini ko'rishimiz mumkin. Biz bu holatda implantatsiya amaliyotini amalga oshirdik va 2 oy vaqt o'tgandan keyin implantga formiravatel qo'yish va yumshoq to'qimani tiklash, ya'ni plastikani amalga oshirdik. Va yana 1 oy vaqt o'tgandan keyin bizni ko'rishimiz mumkin yo'qotilgan yumshoq to'qimani to'liq tiklanganligini va bu yerda implantni
ortopediya bosqichiga tayyorligini ko'rishimiz mumkin. Agar plastika qilinmasa, implant xizmat qiladi, lekin implant atrofida qalin harakatsiz milk bo'lmaganligi hisobiga ovqat qoldiqlari koronka va milk cho'ntagi orqali implant atrofiga to'planadi va bu keyinchalik implant atrofida yallig'lanish hisobiga suyak yemirilishiga, ya'ni periimplantit rivojlanishiga sabab bo'ladi va yana implant olib tashlashga to'g'ri keladi yoki o'zi qimirlab tushib ketadi, yana pulingizni havoga uchirgan bo'lasiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz o'z sog'lig'iga befarq bo'lmagan insonlar qatoridansiz. Meddent klinikamizda aynan shunday insonlar uchun 700 ming so'mlik professional tish chiska xizmatimizni atiga 350 ming so'm evaziga qildirishingiz mumkin. Chiskadan so'ng sarg'aygan tishlar oqaradi, milk qonashidan xalos bo'lasiz, og'iz hidlanishi yo'qoladi va o'zingizni yengil his qilib, muloqotda ishonch bilan gapirasiz. Bu uchun video opisaniyasi va kommentariy bo'limida klinikamiz saytiga havola qoldiramiz. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, operatorlarimiz 24 soat ichida siz bilan bog'lanishadi. Sizni Meddentda kutamiz. Endi esa avvalgi videoga qaytib, videoni ko'rishda davom eting. Endi 3 oydan so'ng implantlarning ustiga doimiy koronka qo'yish etapiga yetib keldik. Men asosan 2 xil turdagi koronkalardan foydalanaman. Birinchisi metall-keramika, ikkinchisi dioksid sirkoniy. Bu koronkalarning ham orasida o'zaro farq bor. Keling, men ikkala koronkalarni ham plyus va minus tomonlarini sanab o'tib ketsam. Metall-keramik qoplama narxi jihatdan ancha hamyonbop, lekin estetik talablarga to'liq javob bermaydi. Undan tashqari ayrim metallga allergiyasi bor bemorlarda buni qo'llash tavsiya qilinmaydi. Yana bir kamchilik jihati keramikani uchishi yoki soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, qattiq narsa yeganingizda koronkani sinib ketishi hisobiga qisqa vaqt ichida qoplamani almashtirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Sirkon koronkalarga to'xtaladigan bo'lsam, rangi tabiiy ko'rinadi, biologik to'qimalar bilan juda ham mos keladi, ya'ni allergik reaksiyalar chaqirmaydi va zichligi, qattiqligi jihatdan ham metall-keramikadan ancha sifatli va uzoq vaqtga xizmat qilib bera oladi. Ortoped stomatolog sifatida ko'proq sirkon koronkalarni men tavsiya qilaman. Chunki sirkon koronkalar zamonaviy texnologiyalar asosida tayyorlanganligi uchun barcha standartlarga javob beradi. Gap isbot bilan bo'lish uchun tajribamda 3 yil oldin 60 yoshdan oshgan bemorimga 28 ta doimiy sirkon koronkalar qo'ygan кейsimni ko'rsatmoqchiman. E'tibor beradigan bo'lsak, sirkon koronkalarimiz ancha tabiiy, undan tashqari milk holati ham ancha stabil, yallig'lanish belgilari kuzatilmayapti. Avvalgi holatida milklarda qizarish, shishlar va qonash alomatlari bor edi. Undan tashqari bemorimiz og'izlarida tilla va metall keramika qoplamalar ham bor edi. Va bemorimiz 3 yil vaqt o'tgandan keyin qayta ko'rga kelganlarida ham avvalgi bizga murojaat qilib kelgan holatlariga qaraganda milklarda qonash, shish belgilari yo'q va estetik jihatdan ham talabga javob beradi va bemorimiz bizdan mamnunlar. Hozir siz bilan implant va koronkalar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi narxiga keladigan bo'lsam, Ostem implantlarini 2,5 milliondan, Neodent implantlarini 4,8 milliondan va Straumann implantlarini 8,5 milliondan qo'yib kelyapman. Eslatib o'taman, Neodent va Straumann implantlari suyak ingichka bo'lgan holatlarda keng qo'llaniladi, lekin suyak yaxshi bo'lsa ham qo'llash mumkin. Koronkalarga keladigan bo'lsak, metall keramika donasi 1,700 ming, sirkon koronkalarimiz esa donasi 2,5 milliondan. Endi meni ko'rayotgan insonlar orasida umuman og'zida tish yo'qlar ham bo'lishi mumkin. Endi ularda shunaqa o'y-xayol paydo bo'ladi. Men butun jag'imga har bitta tishim uchun bittadan implant qo'ydirishim kerakmi? Yo'q. Siz bu holatda All-on-4 yoki All-on-6 metodlaridan, ya'ni bitta jag'iga 4 ta yoki 6 ta implantlardan foydalanib, umumiy yuqori pastki jag'iga 8 tadan 12 tagacha implantlar yordamida butun tish qatoringizni va chaynov funksiyasini, undan tashqari tabassumingizni qayta tiklash mumkin. Endi yana hammada bitta bo'ladigan qo'rquvli savol, implantatsiya qo'yish jarayoni og'riqli bo'ladimi? Yo'q, albatta. Implant qo'yish vaqtida zamonaviy kuchli og'riq qoldiruvchi anestetiklarni qo'llanish natijasida siz hech qanaqa og'riq sezmaysiz. Meni ko'rayotgan insonlar e'tiboringlarni bitta narsaga yana qaratishinglarni so'rayman. Implantni arzonroq qo'yaman deb ijtimoiy tarmoqlarda har xil chiqayotgan reklamalarga uchib, yuqorida aytib o'tgan bemorim kabi uzoq vaqt tishsiz yurishi va yana qayta operatsiya bo'lish xohlamasangiz, arzon joyga uchmang. Ishini sifatli bajara oladigan
va qilgan ishini sifatiga kafolat bera oladigan implantolog mutaxassisga borishni maslahat beraman. Agar videoni hali ham ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz ham implant qo'ydirib, chiroyli tabassumga ega bo'lishni va ovqat chaynash funksiyasini tiklamoqchisiz, to'g'rimi? Unday bo'lsa, sizga maxsus taklifim bor. Bu taklif ochiq reklama emas. Faqatgina shu videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun amal qiladi. Ko'pchilik bemorlarimiz aynan ko'p sonli 6 ta, 8 ta va undan ham ko'p implant qo'ydirishadi. Shu sababdan shunday bemorlarga va sizga yengillik bo'lish maqsadida 6 tadan ortiq implant qo'ydirish rejangiz bo'lsa, atigi bir kun ichida 2,5 million so'mlik Ostim implantlarini donasini 2 milliondan hech qanday og'riqlarsiz o'rnatib beramiz. Va 3 oydan so'ng 2,5 millionlik zirkon koronkalarimizni 2 million 250 ming so'mdan qo'yib beramiz. Va albatta o'z tajribamdan kelib chiqib, ishimiz sifatiga kafolat beraman. Bu taklifimiz 23-maygacha amal qiladi va bundan keyin implant va koronkalar eski narxiga qaytadi. Shu videoni oxirigacha ko'rib, implant va koronkalar to'g'risida barcha foydali ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Endi sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, arzonroq joy tanlab risk qilib ko'rasiz va keyinchalik vaqt yana pul sarflashingizga to'g'ri keladi. Yoki hoziroq konsultatsiyaga men bilan birga yozilib, sizning holatingizdan kelib chiqib, plan lecheniya qilib beramiz. Va boshqa bemorlarimiz kabi sizga ham oynaga qaraganda go'zal tabassum va og'iz bo'shlig'ida chaynash funksiyasini tiklab beramiz. Konsultatsiyaga ro'yxatdan o'tish uchun pastda havola qoldiramiz. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Stomatologiyaga oid foydali va kerakli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Tishlaringizni ehtiyot qiling va Meddent klinikamizda ko'rishguncha.